Huawei kompaniyasiga kelganmiz. Ular ham mashina ishlab chiqara boshlagan. Mana R7 modelini hozir ko'rsatib beraman. Ishkalari, ko'rinishlarini o'zi tashqarisidan, keyin ichkarisidan ham bitta obzorcha qilamiz. Xo'sh. Ko'rinishlari ichki tarafiga o'tamiz birdan. Tepalari salon. Salon taraflama ko'rsatamiz birinchi. Ko'rishlaringiz mumkin. Judayam g'ofni tepa tom panorama. Bu yerda kamera. Xonadonlikli. Judayam zo'r mashinalar. Qancha ko'p raqobat bo'lsa, shuncha ko'p rivojlanish bo'ladi. Faqat bizda GM'da